Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Barcha yurtdoshlarimizni kirib kelgan muborak Ramazon hayiti va go'zal Navro'zi olam bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Siz bilan yana sevimli boshlovchingiz baxt. Biz bilan qoling, chunki siz uchun yana bir-biridan qiziqarli, qalbga quvonch ulashadigan onlarni tayyorlab qo'yganmiz. Oldinda sizni hayajonli daqiqalar kutmoqda. Yurtimizga tinchlik, xonadonlaringizga fayz va baraka tilaymiz. Har bir kuningiz quvonch va mehr va baxtga to'la bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Damir aka? Ha, rahmat. Damir aka bilan bog'landikmi? Ha. Ayni damda siz bilan ijtimoiy tarmoqlarda yo'lga qo'yilgan tabrik loyihasidan boshlovchi baxt aloqada. Sizni bugungi muborak kun tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz. Rahmat. Hammasiga arziysiz, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ummatlaridan bo'lib yashayotganingiz uchun ham bu kun alohida shukrona kundir. Shuningdek, qo'shaloq bayramlargacha nishonlangan muborak ro'za hayiti hamda bugun yangilanish, mehr oqibat va yarashish ayyomi bo'lgan Navro'zi olam bilan ham sizni chin dildan tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Alloh taolo umringizni uzoq, rizqingizni keng, qalbingizni esa doimo xotirjam qilsin. Har bir bosgan qadamlaringizga baraka otaysin, oilangizda tinchlik va baxt har doim urib tursin. Doimo sog' salomat bo'ling, yaqinlaringiz ag'dog'ida yuring akajonim. Rahmat. Hammasiga arziysiz, hurmatli Damir aka, aytingchi, sizningcha bu samimiy tabrik qaysi yaqin insoningiz tomonidan yo'llangan deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Shu qizlarimdan bo'lsa kerak-da, ikkita qiz bor. Ismlarini aytasizmi? Aynan qaysi qizingizdan kutyapsiz ko'proq? Yo Charosxonda, yo Sabrinada ikkala bittasi. Mashalloh, topdingiz. Sizni juda yaxshi ko'radigan, tilidan ham, dilidan ham tushmirmaydigan qizingiz Sabrina xonlarning nomidan edi. Ha, o'zim bildim. Hurmatli Damir aka, qimmatli vaqtingizni bir necha daqiqalarini olib, qalbingizga quvonch ulashgan holda qizlaringizning qalb tublaridan yo'llangan tabrik nomalari bor edi. Ijozat etsangiz o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Dadajonim, mehribonim, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin dildan tabriklayman. Ilohim, bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring. Boshimizda doim tog' bo'lib, menam bilan ilohim baxtli bo'ling. Dadajonim, men uchun siz shunchaki ota emas, siz mening eng katta tayanchim, suyanadigan tog'imsiz. Balki har doim ayta olmayman, lek sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Dadasiz borligingizning o'zi biz uchun katta baxt. Agar ba'zida sizni xafa qilgan bo'lsam, bilib qo'ying, bu yuragimdan emas. Chunki siz mening eng qadrli insonimsiz. Iltimos, o'zingizni asrang. Umuman ham ichmang. Dadajonim, o'zingizni asrang biz uchun. Siz ayting, dadajonim, biz kimmiz sizsiz? Chunki siz biz uchun oddiy inson emassiz. Siz bizning butun dunyoyimsiz. Sizni butun dunyolarcha yaxshi ko'raman. So'ksangiz ham, ursangiz ham, siz meni hayotga keltirgan, menga borini bergan yagona insonimsiz. Hech kim menga ishonmaganda siz menga ishongansiz. Doim meni qo'llab-quvvatlab kelgansiz. Aytingchi, bunaqa dada qayerda bor? Allohga ming shukr. Sizday dadamni bergan uchun. Dadajonim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bizga qilganlaringiz uchun Alloh sizga jannatda sayyo qilsin. Hali boshingizga toj kiydirib jannatlarga olib kiraman, dadajonim, inshaalloh. Dadajonim, mehribon tog'im, o'zimning sizga hammasi uchun ming rahmat aytaman dadajonim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deydilar va she'rlar ham yo'llagan edilar. Yillar tezlab misoli yo'q. Keksalik urmasin do'q, menga sizdan yaqin yo'q. Qaramay turing dada, mayli chinorlar sinsin, mayli daryolar tinsin, vaqt alam qilsin. Qaramay turing dada, taqdirni yutib olay, baxtlarni kutib olay, omadni tutib olay. Qaramay turing dada, viqorlari tog'imsiz, hikmat to'la bog'imsiz, sizda ardog'imsiz. Qaramay turing dada,
turing dunyo turguncha, davru darmon surguncha, men yulduzni urguncha, qaramay turing dada. Hurmatli Damir aka, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham qizingiz Sabrina xonga qalbingizning tub-tublaridan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz, duolaringiz bormi? Ha, baxtli bo'lsin, ishiga rivoj bersin. Rahmat yo'rganim uchun. Ilohim, O'qishlarga kirsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham qizlaringizning baxtiga sog'-salomat bo'ling. Aziz Damir aka, sizga yana bir bor salomatlik, uzoq umr va xotirjamlik tilaymiz. Har bir kuningiz mehr, e'tibor va farzandlaringizning quvonchi bilan to'lib tursin. Ilohim oilangiz baxti butun, dasturxoningiz fayzli, qalbingiz esa doimo yorug' bo'lsin. Sizdek otalar bor ekan, hayotimiz suyanadigan tog'larimiz bor. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan tabrik loyihasi jamoasi xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab, yugurdingiz davolar istab, duo so'rab hammadan dada. Shifo so'rab Allohdan dada. Ey dadajonim, bir baland tog'im dada, qadri osmonim, mevali bog'im dadam. Ey dadajonim, dard ko'rmang alam, dardga darmonim dadajonim. Mardu nomard og'ritsa dilim,